uchburchakning ichki burchaklarining chegarasi bilan dedim. 180. Ya'ni x qo'shib 10, x qo'shib 20, x qo'shgan paytning 180 bo'lishligi. Bu yerga qo'shamiz. X qo'shilgan 20 plus x qo'shilgan 10 plus x teng necha 180. X nechta bo'lyapti? 3x. Yana qo'sh 20 qo'sh 10 bu yoqqa minus bo'lsa, necha bo'ladi? 150 ga x mashinaga kelib chiqadigan nechiligi? 50. Bo'ldi. Bizda hamma x larni joyiga qo'ygan bo'lsak 50 bo'lyapti. 50 qo'sh 20 70, 50 qo'sh 10 bu 60 beradi. Tushunarli? Keyingisi. Xo'p, mana bu x deyapti, bu yoq 70, o'rtadan bir chiziq o'tgan, bu yoq 80. Bundan foydalanib qarang. Mana bunda hozir hech narsa bermaydi bizga. Mana bu uchburchakni, katta uchburchakni. Uchinchi burchakni topishim kerak. Bunga menga manoyda yordam beradi. Mana shuni o'zi ham bir uchburchak deganmi? To'g'rimi? Ya'ni 40 ga 80 ni qo'shadigan bo'lsak necha? 120. She'r necha bo'lishi kerak? 60. Endi buni topding. Bu yoq 60, bu yoq 70. Bu yoq qancha qoladi? 60 ga 70 necha? 130. Necha bo'ladi? X ning qiymati 50 ga teng bo'lishi kerak. Xo'p, endi buni bu yoq 20 ekan, bu yoq alfa, bu yoq 30 ekan. Nima qilsak bo'ladi endi buni? Bundan mana bu topsak bo'ladi birinchi. Yana qarang. Mana burchak necha gradus degani? 90, to'g'rimi? Bu yoq necha? Mana bu uchburchak uchayapman. Tushunarlimi? 90 ga 30, 120, bu yoq necha qoladi? 60 bo'ladi, to'g'rimi? Endi qarang. 20 ga 60 qo'shadigan bo'lsang, 80. Mana bu uchburchakni oladigan bo'lsam, bu yoq necha? 90 deganimi? 90 ga 80 ni qo'shsa necha bo'ladi? 170. Bu yoq qancha qoladi alfaga? Alfa qiymati 10 ga teng bo'ladi. Tushuntiroldim?